Allo. Allo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Bugungidek go'zal kun, shukronalik ayyomlarini qarshi olgan, qo'shaloq ayyomlarini bugun nishonlayotgan Gulsevarxon bilan bog'landikmi? Ha? Gulsevarxon, sizni bugungidek go'zal kun 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan qolaversa, bugungidek shukronalik ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sizni o'qishlaringizga omadlar, zafarlar yor bo'lmoqligini doimo tilagidorishimiz. Avvalambor Allohimiz uchun suyukli banda, suyukli payg'ambarimizga chin ummat bizlarga esa ne'mati bo'lgani qarshi olgan 10 bahoringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yoshingizga yoshlar qo'shilaversin. Bugungidek yoshlarni hali ko'plarga kirib yashamoqligingizni tilagidorishimiz. Doimo dadajoningiz va ayajoningizni erkatoy qizi bo'lib yashamoqligingizni tilagidorishimiz. Rahmat. Gulsevarxon, ruxsat etsangiz, ayni soniyalarda biz sizni O'zbekiston bo'ylab, butun davlati bo'ylab ish faoliyatini olib borayotgan loyiha Shukrona tabrik loyihasi ijodkorlari siz bilan g'oyibona suhbatda bo'lib turgan shu loyiha boshlovchisi Gulchehra Baxtiyorna bilan g'oyibona suhbatdasiz. Gulsevar, ushbu kun nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz, qaysi bir qadrli insoningiz, juda ham qadrli, sizni yaxshi ko'rgan mehrli insonlaringiz nomidan tabriklar kelib tushgan, nima deb o'ylaysiz? Ular kimlar bo'lishligi mumkin? Nargiza yanga bilan bo'lishi mumkin. Yanachi? Tog'am bilan bo'lishi mumkin. Albatta. Yana kimdan ko'proq kutmoqdasiz? Uydagilardan. Albatta, sizni katta otangiz bor ekanlar, katta onajoningiz bor ekanlar. Ularning nomidan tabriklab, qutlab, murojaat qilyapmiz. Ibodulla ota va Dilfuzaxo ona nomlaridan tabriklar kelib tushgan. Ushbu kun mening qalbimning quyoshi, danagidan mag'zi shirin bo'lgan nabira ne'matim Gulsevar 10 bahorni qarshi olmoqda. Doimo qalbimizga iliqlik olib kirgan, bir olam mehr va muhabbati doimo to'lab toshgan nabira ne'matimni, go'zal yuzli qizimni tug'ilgan kuni tabriklab berasiz deb bizga murojaat qilgan ekanlar. Rahmat. Va yana ularga hamrohlik qilgan yana bir katta otangiz bor ekanlar, Zuhriddin ota, Mahliyo ona, ayajoningiz Pokizaxon opa, dadajoningiz Zavqaddin aka, xolajoningiz Shoshista opa, yangamlongiz Orzugul opa, tog'ajonlaringiz Navruz aka, Sherbek aka, qolgan barcha yaqinlar nomidan bobojoningiz Ibodulla ota va Dilfuzaxo onajonimiz sizni Amerika davlatidan turib go'zal bo'lgan tilaklar va tabriklariga hamrohlik qilgan yangamlongiz Nargizaxon bo'ladilar. Opajon, sizni ham bayramingiz bilan tabriklayman. Rahmat, asalim, umringiz uzoq bo'lsin. Ruxsat etsangiz, Gulsevarxon, ushbu kun siz uchun kelib tushgan tabriklarni o'qib eshittiramiz. Gulsevarxon, ayni soniyalarda ovozingiz loyihamiz ijodkorlari bilan birgalikda yozib borilmoqda. Tabrik so'ngida sizga ham navbatni beramiz. Sababi ushbu kun onajoningizni onalik baxti bilan, buvijoningiz va katta bobojoningizni ham tabriklamoqlik uchun sizda imkoniyati bo'ladi. Ruxsat etsangiz, ularni tabriklarini o'qib eshittiramiz, maylimi? Mayli. Umringiz uzoq, tanajoningiz doimo sog' va omon bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum, mening mehribonim, qalbi quyoshim, ko'zimning yoqu qorasi, yuragimning bir parchasi, danagidan mag'zi shirin bo'lgan nabira ne'matim. Bugungidek 8-mart bilan qolaversa, shukronalik kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim doimo go'zal bo'lgan husningni tabassum bilan bezab tursin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'qishlaringga omadlar, zafarlar yor bo'lsin. O'ylagan har bir qalbingdagi orzu, niyatlaringga bekim ko'z erishib yashamoqligini tilagidorman. Bugungidek dadajoningni, ayajoningni erkatoy qizi bo'lib yashamoqligini tilagidorman. Inshaalloh, necha yoshni qarshi olsang-da, qay holatda bo'lsang-da, qayerda bo'lsang-da,
seni chin yurakdan yaxshi ko'rguvchi, seni qo'llab quvvatlab turguvchi otajoning va enajoning borligini yuraging his qilib tursa bas. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. G'am sendan yiroq bo'lsin, tabassum hamroh bo'lsin. Bahordek pok umringni doim quvonchga to'lsin. Qarshi olgan go'zal yoshing muborak bo'lsin. Mehribonam hayotda shodlik bori bo'lsin. Ana o'sha shodliklar senga yor bo'lsin. Qalbing go'zal baxtlarga to'lsin. Qarshi olgan tavallud ayyoming 10 yoshing muborak bo'lsin. Mehribonam, shirin so'zligim, doimo qalbimizni quvonchga, bahorning go'zal bo'lgan lolalari kabi mehr va muhabbat ulashib barchani qalbiga iliqlik olib kirib yashamoqligini tilakdoshimiz. Gulsevar seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ota-onang baxtiga qolaversa, bizni baxtimizga doimo sog' va omon bo'lgin. Sendek mehribonimiz borligidan biz faxrlanamiz. Doimo uzoq umr, sihat, salomatlik senga yor bo'lsin. Gulsevarxon, mehribonlaringiz uchun ayni soniyalarda ajoyib bo'lgan tabriklarni sizdan ham tinglab qolamiz. Menga oyjonimni bayramingiz bilan tabriklayman. Sizlarga kirsin. Enamlarni ham tabriklayman. Yengimlarni. Menga shunaqa tabrik qilib jo'natganlar. Oilalarimni tabriklayman. Bugun menga tarbiya bergan ota-onamni tabriklayman. Bugun yangamni qo'shaloq bayramni, yangamni ham tabriklab qolaman. Mashalloh, umringiz ziyoda bo'lsin ilohim. Rahmat. Doimo yaqinlaringizni ardog'ida, hurmatida, izzatida bo'lib yashamoqligingizni tilakdoshimiz. Bugungidek qarshi olgan 10 yoshingiz siz uchun ketmas, tugamas baxt, omad qolaversa, Allohning bergan umringiz sermazmun va go'zal onlarga boy bo'lmoqligini tilakdoshimiz. Biz ham ushbu kun mehriboningiz, ayajoningizni ham va dadajoningizni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sababi sizdek mehribon inson 10 yil ilgari dunyoga kelib, ularni bag'rini to'ldirgan ushbu kun bilan chin yurakdan muborak etamiz. Sog'lik, omonlik aslo sizni tark etmasin Gulsevar. Rahmat. Sizni oila a'zolaringizni ham tabriklab qolaman. Rahmat asalam. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Alloh kayfiyat sizni aslo tark etmasligini tilakdoshimiz. Sog' va omon bo'ling ilohim. Rahmat. Men ishingizga omadlar tilayman. Rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Alloh kayfiyat aslo sizni tark etmasin. Siz bilan suhbatda bo'lganimiz uchun, shirin ovozingizni tinglaganimiz uchun biz bundan mamnunmiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim o'nchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim o'nchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. La 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 osmoniday taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Orzularing osmoniday taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im,
alishmasman qizalog'im, 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im. La 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 ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlaring yoshlatgan ulqay bag'ri tosh. Yig'lamagin ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlaring yoshlatgan ulqay bag'ri tosh. Kel beg'ubor bag'irchangga qo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Kel beg'ubor bag'irchangga qo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.